Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa Qarshilarda Changan. Akalarimiz bizani YouTube, Instagram tarmoqlarida muntazam kuzatib borar ekanlar. Xudo xolasa ishimizdagi havas qilib, mana avtosalondan to'g'ri bizani ishxonamizga haydab keldilar akalar. Xudo xolasa mana avvalambor mashinani o'zidan obzor qilamiz. Bu kimga, ya'ni Xitoy mashina qanaqa ekan, olsam yaxshimi, yo'qmi deb maslahatlashib yurgan akalar uchun ma'lumot o'rnida mana ko'rsatib o'tamiz akalar. İchki tomonda mana ko'rinishlar juda ham ajoyib. Boyatib o'tgandek mana shu spravkalarda turibdi. İchki tomondan ko'rinishlari menga Tracker eslatib yubordi. Juda ham ajoyib ekan, konditsionerlari bor, rullar elektronniy. Juda ham yaxshi ekan, konditsionerlari, hamma narsasi bor ekan akalar. Xudo xolasa akalarimiz gul ko'chati bilan shug'ullanar ekanlar. Shu o'zlari yoqqan variantni kataloglarimizni ko'rsatdik. O'zlari bitta variant tanladilar, shunga moslashtirib xudo xolasa qilib beramiz akalar. Akalar xudo xolasa Changan bo'ladimi, Labo bo'ladimi, umuman olganda qanaqa yuk mashinalar bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa sizlarga ko'ngilingizdan joy oladigan darajada chiroyli xizmat qilib beramiz. Eng e'tibor qiladigan jihati sifatli va narxlari hamyonbop bo'ladi akalar. Xudo xolasa bizani kuzatishda davom etinglar. Xalqimizga manfaatli bo'ladigan video obzorlarni chiqaramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.